Ayollar ana shundoq pok, samimiylik bilan yolg'iz erlar qalbini o'ziga rom qilib qolmasdan, esil fazilatlar bilan insoniyat dunyosiga go'zallik, mehribonlik, saltanat ato qiladi. Demakchi, ayollarning o'zi bir kitob. Diyonatlik ayol bir yaxshi kitob. Uni xohlagan kishi o'qiy olmaydi. O'qibmi tushuna olmaydi. Diyonatlik ayollar turmushni suyadi. Ularning ba'zilari ancha jalbkor bo'lmasmi, hayoti jalbkorlik to'lgan bo'ladi. Mo'l bilimi, oliy ma'lumoti, go'zal latofati, keng ko'ksi qorani, sevgiga to'lgan qalbi ularning turmushini rangdorlikqa to'ldiradi. Yaxshi kitob, yaxshi o'qirmanga o'ngay yo'liqmagandek, diyonatlik ayollarning yaxshi erlarga yo'liqishi natayin. Bu xuddi egiz padiga jo'r chiqmagandekli bir ish. Diyonatlik ayollar haqiqatan bir yaxshi kitob. U kishiga ilhom, zo'q bag'ishlaydi, naf beradi. U bitmas tugmas zo'q ato qiladigan nodir asar. Ular nimalar qilsin o'z loyiqida qiladi. Qarshi tarafga malollik yetkazishni xohlamaydi. Ular erlarni tushunalaydi. Bir diyonatlik ayol savrchanlik bilan o'qiydigan yaxshi kitob. Bir umr o'qibmi zerikmaydigan kitob. Ular erlarning zerikishlik, buruqtumligiga to'lgan qalbini nuri bilan illatadi. U shundoq bir kuy, qalb darangni chekadigan, his tuyg'ularingni bahor oftobiga boshlaydigan. Darvaqa, kishilar yaxshi kitobni izlaydi. Uning bilan sirdashidi. Yaxshi kitobni topganda diyonatlik ayolni topgandek suyunadi. Bir diyonatlik ayol go'yoki bir qadah isilmayga o'xshaydi. Dilga aram, yurak shifo beradigan. U sizni bir umr masxush qiladi. Qadr qimmatga erishtiradi.